أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Bugun inshaalloh sizlar bilan dal harfini o'tamiz. Darsimiz odatdagiga ko'ra men sizlarga doskaga yozib ko'rsatib beraman. Sizlar ham yozishni unutmang. Demak, boshlaymiz. Demak, dal harfi boshda kelishligi shunday. Dal harfi hech qachon boshqa bir harfga qo'shilib yozilmaydi. Oxirida kelganda ham, o'rtada kelganda ham shu tarzda yozilinadi. Ya'ni boshda kelsa ham, o'rtada kelsa ham bir xil yoziladi. Demak, da harfi ustiga fatha qo'yamiz. Da, kasra qo'ysak di, domni qo'ysak du. Ya'ni da, di, du. Dal va mim harfi. Dal harfimiz dommalik, du, mim harfimiz esa sukunlik. Dum. Dal harfi va ba harfi. Dal va ba harfi. Dal harfimiz dommalik, du, ba harfimiz sukunlik. Dub. Dal harfi va fa harfi. Dal va fa harfi. Dal harfimiz dommalik, du, fa harfimiz sukunlik. Duf. Va ro harfi va dal harfi. Dal va ro va dal harfi. Ro harfimiz kasralik, ri, dal harfimiz sukunlik. Ridi. Za harfi bilan va dal harfi. Ridi. Za harfimiz kasralik, zi, dal harfimiz sukunlik. Zidi. Ta harfi bilan kelgan. Ta harfi va dal harfi. Ta harfimiz fathalik, ta, dal harfimiz sukunlik. Tada. Dal harfi va ro harfi va sin harfi. Dal va ro va sin harfi. Dal harfimiz fathalik, ro harfimiz sukunlik. Dar, sin harfimiz dommalik. Darusu. Dal harfi va fa harfi va ayn harfi. Dal va fa va ayn harfi. Dal harfimiz fathalik, fa harfimiz sukunlik. Daf, ayn harfimiz esa dommalik. Daf'u. Dal harfi, fa harfi va ayn harfi. Dal harfi va ba harfi va ayn harfi. Dal harfimiz fathalik, da, ba harfimiz sukunlik, dab, ayn harfimiz dommalik. Dab'u. Agar nuqta qo'yib qo'ysak, dab'u bo'lib qoladi. Nuqta qo'ymasak, dab'u. Bizning kitobimiz esa g'oyim bilan ekan, dab'u. Dal harfi, lam harfi va kaf harfi. Dal harfimiz fathalik, lam harfimiz sukunlik, dal, kaf harfimiz dommalik. Dalku. Dal harfi, ha harfi,
را حرف هنا دال حرف و ها حرف و را حرف. دا حرف مس فتح لك دا، ها حرف مس سكون لك دا، را حرف مس ضم لك. دهرو دهرو. دال حرف، ها حرف ونون حرف. دال حرف وها حرف ونون حرف. دال حرف مس فتح لك دا، ها حرف مس سكون لك دا، نون حرف مس ضم لك. دهن دهنو دهنو. bu yerga agarda domni qo'ysak, bunday qilib qo'ysak, duhnu bo'ladi. Duhnu kitobimizda duhnu ekan. Keyingisi dal harfi, lam harfi, yana dal harfi va lam harfi. Ana. Dal harfi, lam harfi, dal va lam harfi. Dal harfimiz dommalik du, lam harfimiz sukunlik dul, dal harfimiz dommalik dul du. Ana. Dul dul. Dul dul. Fa harfi va da harfi. Yana fa harfi, yana da harfi. Fa harfimiz dommalik fu, da harfimiz sukunlik. Keyingisi ham xuddi shunday. Ya'ni birga qo'shib o'qisak, fud fud. Fud fud. Keyingisi hud hud. Ha harfimiz dommalik, dal harfimiz sukunlik. Bu ham xuddi shunday. Demak, birga qo'shib o'qisak, hud hud. Hud hud. Alif domma u sh ana. Alif dommalik, shim va dal va dal. Ush dud. Ush dud. Ush dud. Keyingisi mana ayn va ta va dal va lam harfi. Ayn harfimiz sukunlik i, ta da la ana. I'tadala. ana. Ya ta di lu ana. Ya'tadilu. Keyingisi esa sin harfi. Ana. Sin va ta va ra va shin va dal harfi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Is tar sha da ana. Istarshada. Keyingisi ana. Ya harfi, sin va ta va ra va shin va dal harfi harakat qo'yamiz. Yas tar yastar shidu ana. Yastar shidu. Demak, yozganlarimizni birgalikda o'qiymiz. Doskaga qaranglar. Da da di du dum dub duf rid zid tad درسوا دفعوا دبغوا دلكوا دهروا دهنوا دلدل فد فد هد هد أشدد
اعتدل اعتدل يعتدل استرشد استرشد يسترشد يسترشد. Demak, mana dal harfini ham bilib o'tdik. Albatta siz buni doskadagi nimalarni yozib oling, daftaringizga yozganingizda ekranda turgan elektron pochtasiga albatta yo'llang. Iloji bo'lsa o'qib ham yo'llang. Albatta biz o'z munosabatimizni bildiramiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.